Biz uyg'ondikmi? Avtori doktor Mamtimin. Davomi. Qo'rqish bizni qorong'ulikqa boshlab bordi. Qo'rqish bizni g'azablantirdi. G'azablanish o'chmanlikni paydo qiladi. O'chmanlik azoblanishni keltirib chiqaradi degan ekan Yoda. Ikkinchidan, bizning xalqaroning bizga qila oladigan yordami to'g'risida tushunchimiz mujmal yoki uningga nisbatan aniq bir uqum yo'q. Bizda yoki kam deganda bir qism insonlarimizda biz xalqarodan nimani talab qilsak, ishlarimiz shu bo'yicha mangadi yoki biz dardimizni xalqaroga yetarlik anglasak, ishlarimiz o'zligidan hal bo'ladi va yoki ishlarimizni Amerika qatorliq g'arb davlatlari hal qilib berdi. Yevropa birligi hal qilib berdi deydigan xato tushuncha bor. Albatta, bizning hozirgi ahvolimizda biz cho'qim xalqaroning qo'llashiga erishishimiz kerak. Mayli hozir bo'lsin yoki kelgusida bo'lsin, biz xalqaroning qo'llashiga erisholmay turib, ko'zlagan maqsadimizga yetolmaymiz. Biroq shuni bilishimiz kerakki, da'vo bizning da'vo. Biz da'voning ichki omili, asosli kuchi. Xalqaroning qo'llashi tashqi omil, yordamchi kuch. Agar biz o'zimiz yetarlik uyg'onmasak, da'vo ostondagi kishilarning da'vosi bo'lib qolsa, yetarlik tirishchanlik ko'rsatmasak, o'zaro ittifoqlik va hamkorlikni qo'lga keltirmasak va uni kuchaytmasak, da'voyimizning alohida olg'a ilgirilishi mumkin emas. Da'vo xalqaroning qo'llab-quvvatlashi o'zimizning izchil tirishchanligimiz va yuksak badal to'lashimiz bilan ondan olg'a ilgirlaydi. Hech bir davlatning bizni mustaqil qilib berish yoki biz nima talab qilsak, bizga shuni qilib berish majburiyati va yoki vazifasi yo'q. Har qanday davlat va millatning o'zining davlat manfaati va milliy manfaati bo'ladi. Agar ta'limimiz o'ngdan kelib, bizning talab istaklarimiz bilan bizga yordam qilishni xohlaydigan davlatlarning umid qilg'ini o'zaro mos kelib qolsa, ular bizga yordam qilishi mumkin. Natijada ham biz ham ular umid qilgan narsalarimizga erisha olishimiz mumkin. Bo'lmasa, ishlar hargiz bizning istikimiz bo'yicha emas, balki bizga yordam qilayotgan yoki yordam qilishni xohlaydiganlarning umid qilg'ini bo'yicha bo'lishi mumkin. Bizning hozirgi ahvolimizda biz xalqaroning yordamiga va qo'llashiga ehtiyojliq. Shunga biz avval nimaga erisha olsak, shuni qo'lga keltirmakdan boshqa bak ko'p tanlashimiz yo'q. Men undaq desam, balkim ba'zilarning ko'ngliga yoqmasligi mumkin. Agar har qanday shaxs va tashkilot masalamizni hech kimga tayanmay, o'zimizning istigi bo'yicha hal qila oladiganlar bo'lsa, men ularni qo'llayman. Biz shuni bilishimiz kerakki, ko'pincha xalqning bizga qila oladigan eng cho'ng yordami faqatla insonlik nuqtasidan chiqish qilib, bizning insondek yashashimiz uchun qo'ldan kelishicha yordam qilish. Ya'ni bizga yesdoshlik qilish, bizni qo'llash. Insovi kelsa, bizga oz to'la iqtisodiy yordam qilish, o'z hukumatining
ba'zi qarorlarni chiqarishiga jamoat fikri to'plash va besim qilishdan iborat. Uchinchidan, biz yoki xeyli ko'p sonda insonlarimiz vatandagi urug' tuqqanlarimizning va xalqimizning tutqun qilinishining, lagerlarga solinishining, ularning har xil jazolarga tortilishi va o'ltirilishining sababini xalqimiz yuzlanayotgan tahdidning bizning milliy kimligimiz va millatning kelgusi taqdiri bilan zich munosabatlik hayot mamotliq bir masala ekanligini texi tunib yetmadik. Hammamiz ko'rayotgandek, mayli biz guvohlik berganda bo'lsin yoki axborotlarga dardimizni anglatganda bo'lsin, ba'zilar o'zlarining hech ishqa aralashmaganligini, mayli o'zi bo'lsin yoki uydagilar bo'lsin, hech qanday qonunsiz harakatlar bilan shug'ullanmaganligini, shundoq turuqliqmi Xitoy hukumatining oilasidagilarni lager va turmalarga solganligini ta'kidlashsa, yana ba'zilar o'zlarining chet ellarda Xitoy hokimiyatiga qarshi faoliyat elib borganligi, axborotlarga so'zlaganligi, guvohlik berganligi, xalqimizning haq-huquqini qo'g'dash yo'lida faoliyat elib borganligi uchun Xitoy hukumati o'zlaridan o'ch elish uchun oilasidagilarni lager, turmalarga solganligini ta'kidlashmoqda. Ba'zilar oilasidagilarning o'z hayotini aran qamdab mangan, boshqalarga zarar berguchilik holi yo'q, yuvosh insonlar ekanligini ta'kidlasa, yana ba'zilar oilasidagilarning oliy maktab yoki uningdan yuqori ma'lumotga ega bilimlik ziyoli ekanligini ta'kidlamoqda. Amaliyotga qaraydigan bo'lsak, bu navbat lager va turmalarga solanganlar yolg'iz chet elda urug' tuqqanlar borlar emas. Jazolanganlar yolg'iz chet elda Xitoy hokimiyatiga qarshi faoliyat elib borganlarning, da'vo sepatikilarning, axborotga so'zlaganlarning uydagilarla emas. Tutilganlar yolg'iz savodi yo'qlar, o'qimaganlarla emas. Qo'lga ilinganlar yolg'iz diniy e'tiqodi kuchlik yoki atalmish ideyasida masala borlarla yoki diniy asabiylarla emas. Qo'lga ilinganlar yolg'iz qonunga xiloflik qilgan yoki terrorlik harakatlarga qatnashganlarla emas. Lager va turmalarga solanganlar ichida chet elda tuqqanlar borlarmi bor, chet el bilan hech bir aloqasi yo'qlarmi bor. Chet eldagi urug' tuqqanlari da'voga aralashgan, axborotlarga so'zlaganlarmi bor, hech ishga aralashmaganlarmi bor. Savodliqlarmi bor, savodsizlarmi bor. Dehqon, ishchi, kadrlar bor. Diniy zotlar, ziyolilar, yakki tijoratchilar bor. Töven qatlamdagilar bor, yuqori qatlamdagilar bor. Uyg'urcha maktabda o'qigan, Xitoycha bilmaydiganlarmi bor. Kichikidan Xitoycha maktabda o'qigan, asosan Xitoycha so'zlashadiganlarmi bor. Ularning hammasida o'rtaq alaydilik bo'lib, u bo'lsa-mu, ularning milliy kimligi va ularning shu zaminning egisi bo'lishi. Biz shuni tunib yetishimiz kerakki, xalqimizning lager va turmalarga solinishi hargizmi ular yoki ularning tuqqanlarining nima qilganligi sababidan emas, ham shundaqla hozir xalqimiz yuzlangan masala yolg'iz lager masalasimi emas. Hozir xalqimiz duch kelayotgan masala
va xalqimiz yuzlanayotgan eng cho'ng tahdid millatning kelgusi taqdiri bilan zich munosabatlik hayot mamat masalasi. Agar biz masalaning mohiyatini to'liq tushunib yetmay, bizning masalamizni yolg'iz ma'lum kishilarning so'z harakati tufaylidan kelib chiqqan lager masalasi deb qarasak, yoki biz jim turgan bo'lsak, da'vo ilib bormagan bo'lsak, vatandagi urug' tuqqanlar lagerga solanmagan bo'ladi deb qarasak, agar lager taqalsa, xalqimiz yuzlangan tahdid ozlaydi deb qarasak, biz masalaning negizini texi to'liq tushunib yetmagan bo'lamiz. Agar biz masalaning mohiyatini to'liq tushunib yetmasak, lager taqalgandan keyin bizdagi da'vo qizg'inligi lagerning taqilshiga ergashib, yana bir qatim sovishi mumkin. Mening qarashimcha, lager va yoki xalqimizni lagerga solab jazolash hargizmo Xitoy hukumatining oxirgi maqsadi emas. Lager masalasi va yoki xalqimizni lagerga solab jazolash Xitoy hukumatining ko'zlagan maqsadiga yetishdiki ko'plagan vositalarning faqat biri. Xitoy hukumati vatanda yurgizayotgan irqiy va madaniy qirg'inchilik siyosatini yolg'iz lager yoki turma ichida emas, balki lager va turma sirtidami keng ko'lamda amaliylashtırmakta. Lager va turma ichida xalqimizni ruhiy va jismoniy jihatdan qiynayotgan, hatto o'ltirayotgan bo'lsa, lager va turma sirtida xalqimizning o'zining milliy kimligidan, urf-odatidan, til yeziqidan va diniy e'tiqodidan voz kechishga majbur qilinayotdi. Xitoy hukumati lager va turmadagi qarindoshlarni go'ragi ilib, ularni qo'llanish orqali xalqimizga yurgizayotgan psixikalik urushini lager va turma sirtiga, hatto chet ellarga kengaytiryotdi. Shu sababdan lager taqalgandan keyinmi Xitoy hukumati Uyg'urlarning milliy kimligini yo'q qilish planidan voz kechmasligi mumkin. Undaqda biz nima qilishimiz kerak? Hammamiz ko'rib turayotgandek, xalqimiz yuzlanayotgan bu masalalarni tubdan hal qila oladigan eng oson, eng tez va eng to'g'ri bo'lgan oddiy bir yo'l yo'q. Shunga bu usulga beriladigan oddiy bir javobmi yo'q? Mening qarashimcha, da'voning olg'a ilgarilishiga kapolat qilish uchun biz oldi bilan bizni qo'rqish va yoki vahimaga solgan ruhiy iskanjadan cho'qim qutulishimiz kerak. O'zimizga o'zimiz tahdid qilib, qo'rqish paydo qilmasligimiz kerak. Biz cho'qim xalqimiz hozir so'zlangan tahdidning mohiyatini to'liq tushunib yetishimiz kerak. Yahudilar 2. Dunyo urushi mezgilida Nazi kamplarga solangan va u kamplarda o'ltirilgan yahudilarning kamplarga solinishi va kamplarda o'ltirilishining birdan-bir sababi ularning Yahudi bo'lib tug'ilganligi deb tashviq qilgan ekan. Bizmi bu nuqtaga alohida diqqat qilishimiz kerak. Agar biz o'zimizni o'zimiz qutqazmasak, boshqa hech kim bizni qutuldira olmaydiganligini tushunib yetishimiz kerak. Umumyuzlik uyg'onishimiz kerak. O'xshamagan tashkilotlar aro ko'z qarashdagi farq tufaylidan bir yerga kelolmagan taqdirdami, hech bo'lmaganda qarma-qarshi harakat qilmay,
o'zaro zarba bermay, parallel harakat qilishga yuzlanishimiz kerak. O'zaro ish taqsimoti ilib berishimiz, o'zaro inkor qilishni to'xtatib, o'zaro hamkorlik o'rnatishimiz kerak. Biz o'zimizning va yoki o'zimiz vakillik qilgan tashkilotlarning haq yo'lda mengayotganligini, boshqalarni va yoki boshqa tashkilotlarni inkor qilish orqali emas, balki amaliy harakatlarimiz orqali isbotlashimiz kerak. Ma'lum bir shaxs mundaq degan ekan: sening to'g'ri bo'lishing uchun boshqa birisining cho'qim xato bo'lishi zarur emas. Agar biz o'zimiz orasidagi masalani hal qila olmasak, shaxsiy adovatimiz ustidan g'olib kela olmasak va shaxsiy hissiyotimizni kontrol qila olmasak, Xitoy hokimiyatidan iborat kuchli bir dushman ustidan g'olib kela olishimiz mumkin emas. Yana 2 yildan keyin Abduxoliq Uyg'urning O'yg'on degan she'ri yezilg'ili 100 yil bo'ladi. Endi o'yg'onmasak, rostilla jon va hamma narsamiz ketar. 2019 yil 4-oyning 17 kuni. New York.